uyga archa olib kelib bezatib, dasturxon solib bayram qiladiganlarga savolim. Bu bayram bizni ota-bobolarimiz, ya'ni musulmon ota-bobolarimiz bundan 100 yil oldin o'ris kelishdan oldin qilishganmi? Urf-odatda bo'lganmi? Bu o'rislar orqali kelgan. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Buni shariatning hukmini bir qator so'radingizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlarida ansoriylar 2 kun qiladigan bayram bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Sizlarga Alloh taolo undan ko'ra yaxshi nimani berdi" deb turib, Qurbon hayit va Ramazon hayitini aytganlar. Ikkita bayram bor ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nishonlagan, shariatimizda shu hayit bor. Nima qilamiz boshqalar bayramini nishonlab? Bizga bu o'risdan kirib kelgan yomon urf-odat. O'risdan qolgan qancha yomon urf-odatlar bor, yo'qolib ketyapti. Inshaalloh bu ham yo'qolib ketadi degan umiddamiz. O'risdan kirib kelgan yana bir kamchiliklardan ne qilib aytsaylik, milodiy kalendarni ishlatishlik. O'zi aslida biz hijriyni ishlatadigan bo'lganmiz. Inshaalloh yana hijriyga qaytamiz degan umiddaman. Birodarlar, kelinglar shu ikkala hayitni bezataylik, ikkala hayitni nishonlaylik. Qolgan bu boshqa dindagi yoki boshqa millatlarda bayramlarni nishonlamaylik. Bu bayramlarda nishonlashlikdan to'xtalaylik. Inshaalloh qanday kirib kelgan bo'lsa, shunday yo'qolib ketadi degan umiddamiz. Va bu sizlar va bizlarning qo'limizda. Alloh muvaffaq qilsin.